ismim Nasiba. Biologim bo'yicha natijalarim juda ham ko'p. Menda o'z farzandimda natija qizim 7 yoshli edi, yiqilib tushgan. Yiqilganda ham toshga yiqilganda, osilganda u bolalar o'ynagan holda yiqilib, tosh suyagini bo'g'imini 3,5 santimetr qisqarib ketgan. Hali biz e'tiborsiz bo'lganmiz, oyoq moryapti aytmagan, yashirgan mendan, urushib beradi oyim deb. Keyin 6 oy vaqt o'tib ketgandan keyin qarasam oqsoqlayapti. Keyin tekshirga tushganmiz. Tekshirganimizda bitta oyog'idan 3,5 santimetr qisqargani kelib chiqdi. Shunda keyin больницаga olib bordik. Xirurglar aytishdi, faqat buni bixda operatsiyadadir. 3,5 santimetr hech qachon suyak tiklanmaydi deb aytishdi. Lekin men bu sohada bo'lganim uchun ko'rib bu mahsulotlar bilan astalik bilan konsepsiya qonuni bo'yicha, salomatlik qonuni bo'yicha olib borishni boshladim. Operatsiyaga rozi bo'lmadim, hali yosh, endigina 7ga kirganimda natija 3 yilda o'z nimasini ko'rsatishni boshladi. Suyak sistemada tez kutmaysizlar, natija asta-astalik bilan ko'rsata boshlaydi. 3 yildan keyin 3 yil davomida больницада ham yotdi. Parallelni buni ham qilishni boshladik. Biologni uzmasdan ichishni boshladi. Uni orada 3 oy, 4 oy uzatdik, keyin yana davom ettirdik. Kalsiy, vitaminni parallelda ketardi. Hozirda qizim 17ga kirdi. Mana shuncha vaqt o'tgandan keyin oyog'i 100% tiklangan, hech qanaqa operatsiyalarsiz o'ynaydi, kuladi, sakraydi, hech narsa bo'lmaydi. Shu mana eng katta natijam farzandimda bo'lgan. Undan tashqari yana ko'p natijalarim bor. Biologimda o'zimda. Menda zreniyamda astigmatizm bo'lgani uchun uzoq ko'rganimda bitta ko'zimda -4, bittasida -3,5 edi. Shu ham biolog eshitdim, ham kollagen eshitdim, parallelni olib borganimdan keyin salomatlik qonuni bo'yicha 90 kunlik programmalar bilan birgalikda обязательно. Bitta ko'zim 1,75, bittasi 2 minus bo'ldi. Zreniya meditsinada tiklanmaydi deyishadi, lekin har bir hujayra hozir tushuntirishgandek tiklanish xususiyatiga ega. Keyin yana biologda yosh bolalarda ham ishlatsa bo'ladi. Juda ham men o'zim patsientlarimda ishlatdim. Hozir videosi topib kichkina chaqalog'i olib kelishgan menga 1,5 yosh. U onasi homiladorlik paytida virusga chalingan, virus bo'yicha davolangan, lekin asorati bolaga bergan. Bola tug'ilganda bo'g'imsiz tug'ilgan. Shunaqa eshitganmisizlar, diagnoz? Bola tug'ilgan, lekin ikkala tomonda bo'g'im yo'q, головка yo'q. Keyin uni gipsga solishgan. Gipsga solgandan keyin mana gipsda yurgan 1,5 yoshgacha, menga uchragunga qadar. Mana shu holatda mana shu holatda menga olib kelishganda, oyog'imni tortib qo'yishgan, lekin tortgandan foyda yo'q, bo'g'im yo'q-ku. U tiklanmayapti. Keyin 2 yoshida olib kelasizlar, operatsiya deb aytgan. Bu qizalog'i mana rentgenlargacha olib qo'yganimizda do'pposlik qilib. 2 yoshida operatsiya degan, 2 yoshigacha hali vaqt bor edi menga kelganda. Tavakkal boshlab ko'ringlar deganman. Shunda biolog, kalsiy, vitamin D, papaya shunaqa mahsulotlar bilan ichishni boshlagan bu qizaloq 6 oy davomida haligi bo'g'imi o'sib chiqqan, tiklangan. Hozirgi paytda yuribdi. Bu qizcha o'sha bemalol yuryapti. Hozir mana oxirgisini mana ichgan nimasi qaniydi? Tez o'tib ketib qolyapti-da. Videochi bu qiynalgan vaqtlar.